Shuncha mehnat uvol bo'ldi. 1000 kilometr yurgan Cobalt mana ahvolga kelib qoldi. Bu hali garantiya berasizmi, garantiyasi bormi degan akalarga hovlida bitta trekker turibdi, menga motorga olib kelingan, motorga tashlab ketib 2-3 kundan keyin bir hafta o'zi o'lib qolyapti. Nima demoqchiman? Motor qilib berilgandan keyin ustiga nima garantiya beradi? Mana unaqa noto'g'ri benzin quyib, motorni eritib qo'yish garantiya bermaydi-da, bu shopirni o'zidan. Qani imkon bo'lsa, shopir usta shopirni oldiga chiqib kuni bo'yi yuradi. Mana yerda buni hayda, mana yerda buni hayda deydi, motor 10 yil xizmat qiladi. Demoqchiman, mehnat qadriga yetish kerak, pulni qadriga yetmasa ham 10 kunda buni ahvolga olib chiqib qo'yilyapti. Kimga jabr? Ustaga ortiqcha mehnat, mashina egasiga ortiqcha rasxod. Garantiyasi bormi degan akalar tashlab qo'yaverasizlar. Meni kanalimda hamkasb ustalarim ko'p. Usta akalar mana shu bo'lingan ishga o'zidan izoh bilan kommentariy qoldirib ketinglar. Keyin kalabratsiya qilib olinglar, imkon qadar qolgan shopirlar ham shu ahvolga tushib qolmasin motor qilgandan keyin.